Voy! Nima bo'ldi senga? Metakka mazam bo'lmayapti, bansiga olib boring. Ha, bechora kelinim, shuni bansiga olib bor, ko'rsat dedim, ko'rsatmading. Tur endi o'rningdan. Yaxshiroq doktorga olib bor, ko'rsat. Bu ham birovning bolasi, tushundingmi? Atmasga qilyapti. Agar olib borsang o'lasan. Men ham kelin bo'lganman, o'lganim yo'q. Olib borasanmi, yo'qmi? Olib bor yaxshiroq doktor topib. Olib boraymi, olib bormaymi? Oyijon, doktorimiz aytdi, Yigit. Yani o'shaqa borib maza qilib cho'miling, nafas oling, barchaga foydali dedi. Voy, bunday yaxshi shunday dedimi? Boringlar bo'lmasa, karbonat angidrid kislorodlardan to'yib mazza sanglar. Barchaga yaxshi dedimi? Voy, buncha yaxshi. Agar men siz borsam, putingni jirtaman bola. Tavay. Bilet olganmisan? Boringlar. Ey, to'xta. Qayoqqa? Ayajon, keliniz taksi ko'zku. Chunki limon ichkisi kelib qopti-da. Ha, limon ichkilari kelib qoptimi? Biz ham taksikaz bo'lganmiz, ariqlardan suv ichganmiz, o'lganimiz yo'q. Olib kelingizmi, Metakka? Voy, kelinimning ichkisi keldimi? Bir. Beraymi, bermaymi, yo ariqda ichsinmi? Bu yerda bari men olib kelganing yo'q-ku. Meni mushukcham, meni baliqcham, menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Tushundik. Sizga mushukcha kerak ekan, ona kerak emas. Aya, noto'g'ri tushunmang, aya. Aya. Siz jetlimisiz? Baliqchamish. Mana mushukcha, mana baliqcha.